Avvalambor mana hozir bu intervyumizni olishimizdan asosiy maqsadimiz o'sha odamlarga sizlarning o'zingizlarning shaxsiy fikringiz, haqiqatan bo'lgan natijalarni odamlarga harakat qilamiz aytishga. Ismingiz nima va qayerdan kelgansiz? Avvalambor assalomu alaykum. Men Andijon shahridan kelganman. Shaxsan shu sog'ligim avvalambor shu tizza yemirilishlar bo'yicha keldim bu yerlarga. Men juda ham holatlarim og'ir edi. O'zimizda juda ko'p shifokorlarga murojaat etganimda, ular menga aytdiki, albatta bu tizza bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, o'sha 3-4 stepinga o'tib ketyapti. Siz albatta operatsiya qilamiz degan holatda men juda ham tushkun holatga bo'ldim. Keyin shu internetlar orqali juda ham kayfiyatlarim tushib ketgan holatda hammamiz birgalikda shu internetda ko'rganimda shu Ravshanbek aka tabibni manzillarini bilib, mana Yunusobod 19-kvartal hammalarini bilib shu yerga men keldim. Hozirgi mana ikkinchi naqasda keldim, muolajam ikkinchi marta. Juda ham natijalarim yaxshi. Juda ham yaxshi. Men insonlarga aytamanki, hech qachon xato qilmanglar. Bu yerda shifokorlarimiz albatta birinchi o'rinda. Ular men baralla aytamanki, chunki insonlar birinchi o'rinda shifokorlarga tajribadagi quyonchalar bo'lib qoldik. Ularga shu srazi operatsiyaga kirsa bo'ldi. Lekin insonlarga meni birinchi o'rinda aytadigan so'zlarim bu kasallik albatta kirishi oson, ketishi juda ham qiyin. Shuning uchun barcha insonlarga O'zbekistondagi jamiki, O'zbekiston bo'ladimi, mana qo'shni davlat Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston barcha shu birodarlarimga o'z nimamdan kelib chiqqan holatda aytamanki, albatta bu yerlarga kelinglar. Bu yerdagi mana hassalarda kelgan barcha mana do'stlarim o'tiribdi. Albatta hammalari chiroyli natijalar olib, sog'lom bo'lib, birinchi, ikkinchi massajdalar o'sha hassalarini tashab, juda ham yaxshi natijalarga erishdi. Shular qatori mana men ham Xudoga shukr, mana yaxshi bo'ldim. Shu yerda ishlayotgan barcha qizlarimizga, avvalo mana shu tabibimiz Ravshan akaga, ukasi mana Husanboy akaga, shu yerda ishlayotgan yigitlarimizga, Donoxon sinimga, Shahnozaxonga, Feruzaxonga, mana alohida massajlarda bizga shunaqa ham chiroyli holatda turgan Nasibaxon sinimizga, yana bitta sinim nima edi? Yo'q. Mahfuzaxon sinimga alohida tashakkurlarimni aytaman, chunki juda ham bizni massajlarda, mashqlarda juda ham faol qilib, qatnashinglar mashqlarda, doim massajlarimiz juda ham chin dildan qilib, Xudo xolasa bizni mana hayotga qaytardi. O'z minnatdorchiligim oilamdan, shu yerda o'tirgan do'stlarim nomidan men u qizimizga, shaxsan shu tabibimizga alohida minnatdorchiliklarimni bildiraman. Insonlar, yana bir bor hammanglarga yana bir bor aytamanki, hech qachon sog'liginglar to'g'risida doktorlarga borib, sizlarda operatsiya degan holatlarda ham 1000 marta o'ylanib, bir marta ish qilingki, hech qachon tabobat yo'lidan qaytmang. Bu tabobat avval Ibn Sino bobomizdan qolgan narsalar, bu narsalar albatta bu narsalarga ishoninglar. Boshimdan o'tgan uchun kasal albatta boshidan o'tkazgan bo'lsa, lekin tabib bo'ladi. Biz ham tabiblik yo'liga уже yetib qolay dedik. Chunki shu holatlarni boshimizdan kechirdik. Mana shu holatda hozir juda ham yaxshiman. Allohga ming marta shukr. Shularni sababchi qilib, shunchalik kayfiyatlarimiz a'lo darajada bo'ldi. Shu avvalo mana O'zbekiston podsholarimizga ham tinchlikni saqlab bergani uchun, bizga shunchalik chiroyli xizmat qilgan powerlarimizga, massajistlarimizga, tabiblarimizga o'z nomimdan, shu yerda yotgan barcha bemorlarning nomidan, oilam nomidan minnatdorchilik bildiraman. Doim sog' bo'lsin, oilalar bilan tinch bo'lsin, yaxshi kunlarda, to'ylarimda mehmonim bo'lsin. Assalomu alaykum. Men Qozog'istondan, Chimkent shahri. Ismim Nashiba. 93-yilgiman. Ko'ksartroz, diagnoz ko'ksartroz 4-stepeni yonboshda boshlangan. Shu ikkinchi kursga keldim, birinchi kursga keldim, ikkinchi kurs mana Xudoga shukr, bir tarafga qiyshayib yurardim. Allohimga ming shukr, og'riqlar qo'ydi. Yurganda qo'rqib yurardim men. Nervi qisilib qolardi yonboshni. Zinadan chiqib tushamas edim, ishlayamay qoldim. Nervlari qisilib qolib, qattiq og'riq bo'lib, rosa tushkunlikka tushib qolgan edim. Qayerga bormasam operatsiya. Qancha doktorlarga bordim, hamma shaharda bo'ldim. Hammasi operatsiya deydi-da. Shunday Ravshan aka tabiblarni Instagramlarda ko'rdik. Odamlarning rezultatlarini ko'rdik, odzivlarini o'qidik. Shunga operatsiya eng oxirgi ochirib deb chetga keldim.
davo topdim. Allohimga ming shukr. Hozir yaxshiman, yurishlarim ham yaxshi. Og'riq qoldi. Kuniga boshim og'rirdi. Boshlarim ham og'rimaydi. Bellarimda grija bor. Bel og'rig'i, oyoq og'rig'i hammasidan qutuldim. Allohimga ming shukr aytaman, rahmat aytaman. Massajist qizlarga, Donaxonga, Nasiba opaga, Mahfuza opaga, Shahnoz opay, Feruza opaylarga hammasiga rahmat aytaman. Eng avvalo dard berguvchi Allohim shifosini berdi. Sababchi Ravshan akaga katta rahmat. Dunyo turguncha tursin. Xursand akaga rahmatimni aytaman. Davolab katta hissasini qo'shdi. Sizga o'xshagan kasallik bilan kasallangan bemorlarga ijtimoiy tarmoqlarda kuzatayotganlarga nima tavsiya berasiz? Kenglar, operatsiyaga bormanglar. Eng oxirgi очередь operatsiya. Mana shundan operatsiyasi yaxshi bo'lib ketadi. Men 100% ayta bilaman, o'zimni boshimdan o'tgani uchun operatsiyaga bormanglar. Chetga kelsanglar davo. Navoiy viloyati Qatirchi tumanidan keldim. Menga ko'krak qafasimda yemirilish bor dedi, shu orqamda grija bor dedi. Operatsiya qilamiz agar tuzalmasangiz dedi. Keyin men unga juda ham xafa bo'ldim. Keyin o'g'lim ijtimoiy tarmoqlardan ko'rib shu yerga olib keldi. Men Xudoga shukr xastada kelgandim. Hozir yaxshiman, xastalarda yurmayapman. Mana o'zim yaxshi yuribman. Bu yerda barcha davolovchi qizlarga, Ravshan akaga minnatdorchiligimni bildiraman. Avvalo bular ham sog' bo'lsinlar, shuncha bemorlarni davolashyapti. Bularga rahmat aytaman. Sizga qancha bo'lgan kelganingizga? 6-kun bugun, ertaga 7-kun bo'ladi. Shu 6 kunning o'zida qanaqa darajada his qilyapsiz? O'zgarish bo'ldimi? Xudoga shukr, ko'p o'zgarish bor. Hassada kelganman. Men Qoraqalpog'iston Qo'ng'irot rayonidan kelganman. Yoshim 50 da, o'sha 4 yil bo'ldi meni kasal bo'lganimga. 4 yildan beri menga doktorlarga borganman, operatsiya degan. Shundan keyin buni televizorda nimada ko'rdim, Instagramda ko'rib, shu yerga kelganman. O'sha birinchi kundanoq hassani tashlaganman. Ko'p yengillik bo'ldi. Hozir yuryapman, Xudoga shukr. Hammasiga rahmat. Avvalambor Ravshan akamizga rahmat. Qizlarga, Dona qizimizga, Mahfuzaxonga, Feruzaxonga hammasiga rahmat. O'z oilalarida sog' omon yursinlar.